Hammaga salom, sizlar bilan Shahar O'rtoqli. Bugungi videomizda Xudo xohlasa sizlar bilan o'zini vaqtini eng legendarniy ikkita telefonlari haqida, ya'ni Infinix GT 10 Pro va iPhone XS Max telefonlarini 2026-yilda sotib olishga pulga arziydimi, yo'qmi, telefonlarni kundalik hayotda qanaqa ishlab beryapti va o'yinlarda qanaqa ishlab beryapti, aynan mana shunaqa tomonlama chiroyli bitta obzor qilib tahlil qilib chiqamiz. Undan oldin sizlar kanalimga bitta dona obuna bo'lib qo'yinglar o'rtoqlar. 50 mingtaga anchagina yaqin qo'yganmiz va videomizga обязательно like bosib ketinglar va Telegram kanalimni ham sizlarga tavsiya qilib ketaman. O't olinglar, o'shda telefoninglar qotayotgan bo'lsa, tinch olsa 120 FPS berish xizmati va AMKlarni ham arzon narxlarda sotib olsanglar bo'ladi. Va ana endi videomizni sekin boshlasak ham bo'ladi. Birinchi telefonimiz hammamizga mashhur bo'lgan o'sha o'zini vaqtini eng legendarniy telefonlardan bittasi, o'sha Infinix GT 10 Pro telefoni. Bilasizlar, bu telefonimiz 2023-yilning avgust oylarida sotuvga chiqarilganda va juda ham ko'pchilik gamerlarning orasida mashhurlikka erishgandi. Kelli telefonimizning xarakteristikasini bitta tanishib olamiz. Birinchi bo'lib displeyimizdan boshlasak, telefonimizning displeyi AMOLED 667 dyum va 120 Hz ni to'laqonli podдержка qilib beradi. Shaxsiy fikrimni aytaman, nafaqat hozir, balki bu telefonimizni o'sha birinchi ishlab chiqarilgan paytlariga ham narxiga nisbatan displeyimiz juda ham yaxshi ishlab chiqarilgan desak bo'ladi. Chunki bilasizlar, AMOLED displeylari eng sifatli displeylardan hisoblanadi. Ya'ni o'sha OLED displaylari bilan bir xil kачествоni yetkazib bera oladi va даже zamonaviyroq ham hisoblanadi. Va ana o'sha vaqtlarga 120 Hz ga o'rnatib qo'yishgani bu narx segmentiga bu rostdan ham katta hype ga sabab bo'lgan. Protsessorimizga keladigan bo'lsak, MediaTek Dimensity 8050 protsessori joylashtirilgan. Va bemalol ayta olamizki, mana 3 yilga yaqin vaqt davomida bu telefonimizni ishlatib kelinayotgan bo'lsa, protsessorimiz rostdan ham sifatli bo'lgan va hozirgacha ham qotmasdan normal ishlab beradi. To'g'ri, telefonimizga o'sha paytlarni eng flagman protsessorlardan bittasi qo'yilgan deya olmaymiz, lekin bu protsessorimiz o'zi ham juda ham kuchli, sifatli protsessorlardan biri hisoblangan va PUBG Mobile va boshqa o'yinlarni o'ynash uchun bemalol kuch yetib bergan. Va bemalol qo'rqmasdan ayta olamanki, bu telefonimiz agarda hozirgi kunda ham yaxshi holatda ishlatilgani bo'lsa, bemalol hozirgi kundagi barcha shu o'yinlarni ham, programmalarni ham qotmasdan yaxshi ishlatsanglar bo'ladi. Kameramiz uchta 108 megapikselni tashkil qiladi. Frontalni oldi selfie kameramiz bo'lsa 32 megapikselni va telefonimizning ko'rinishi gamerskiy stilda bo'lganini hisobga olmasak, kundalik hayotda ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Nima farqi bor? Shaxsan o'zimga farqi yo'q. Telefonimizning dizayni gamerskiy to'g'ri, lekin kundalik hayotda bemalol uyalmasdan bemalol ishlatib ketgan bo'lardim shaxsan o'zim. Batarya sig'imimiz naqd 5000 mAh ni tashkil qiladi. Bu orqali bemalol PUBG Mobile yoki boshqa shooter o'yinlarni o'ynayman desanglar, haligacha ham bemalol shu 4 soat 5 soatgacha ham agarda yaxshi zo'r holatlarini topsanglar 5 soatdan 6 soatgacha ham ishlatasizlar. Va eng yaxshi tomonlaridan bittasi bu albatta telefonimizni tezda zaryadga to'ldirib olsanglar bo'ladi. Atigi yarim soatda ichida 73-70% gacha ham zaryadkasini to'ldirasizlar. Endi kelinglar o'zini PUBG Mobile'da hozirgi kunda qanaqa tutib berayotganini gapirib bersam. O'zi undan ham oldin keldi sizlarga bu telefonimiz PUBG Mobile'da necha FPS ochishini eslatib o'tsam, agarda esingizdan chiqib qolgan bo'lsa yoki umuman bilmaganlar bo'lsa, telefonimiz PUBG Mobile'da maksimal 90 FPS ni ochib beradi. Savol berishinglar mumkin, nimaga 120 FPS emas? Sabab qilib ikkita narsani keltirishimiz mumkin. Birinchisi, bu albatta shu protsessorimiz. Protsessorimiz to'liq flagman bo'lmagani hisobiga ham 120 FPS ni может быть ocha olmaydi. Ikkinchi sabab bo'lsa, bu PUBG Mobile bilan bo'lgan kontrakt. Bu telefonimizga agarda PUBG Mobile tomonidan o'zi ruxsat ochib berilmasa, 120 FPS ko'tara olsa ham, lekin bu narsani ochib berishmaydi, aynan PUBG Mobile. Lekin shunday bo'lsa ham, bu telefonimizning narxiga nisbatan o'sha paytda ham va hozir ham 90 FPS ochib berishi bu juda ham yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi. Xo'p, Shoha, ana endi bu telefonni turnirlar uchun sotib olishga maslahat berasanmi, yo'qmi deb so'rasanglar, o'zimning shaxsiy fikrim, agarda qanaqadir o'zingizlar uchun faqatgina o'ynamoqchi bo'lsanglar-da, turnirlarga qatnashsanglar bo'ladi. Turnirlarda baribir ham minimal laglar bo'ladi. Bu narsani to'g'ri qabul qilishimiz kerak, lekin bitta yaxshi kuller olsanglar va protsessorimizni yaxshi holatda ishlatilganini topib olsanglar, turnirlarda uncha vaziyatlarda to'g'ri, baribir minimal laglar bo'ladi, lekin strashni darajada emas. Qachon laglar bo'ladi? Zonani oxirida shu turnirlarda odam ko'payib ketadi, bilasizlar, yoki bo'lmasam qaysidir compoundlarda kuchli faytlar bo'lib ketadigan, protsessorga juda ham nagruzka tushiradigan faytlarda ozgina minimalni qotish bo'ladi, lekin ato boshqa joylarda kuller bilan o'ynasanglar unchaga laglarni his qilmaysizlar. Lekin oddiy public qanaqadir klassik matchlar o'ynamoqchi bo'lsanglar yoki shu ranka chiqmoqchi bo'lsanglar, tanishinglar bilan sotib olishga bemalol arziydi. Uncha vaziyatlarda laglar bo'lmaydi. O'zi Shohi narxi qancha ekan desanglar, o'rganib chiqdim. To'liq bozorlarda o'rtacha narx 2 milliondan 2 million 200, 2 million 300 maksimalni
normalmi yaxshi holatlarini bemalol topsanglar bo'lar ekan. Aytgancha bu telefonimizda 90 fps dediku, agarda servisimga olib borsanglar, mana shu telefonimizda 120 fps bemalol qilib bera olamiz. Nafaqat bu telefonimizni, любой iPhone bo'ladimi, Android bo'ladimi, necha fps bo'lishidan qat'iy nazar fpslarini bemalol oshirib bera olamiz. iPhone'ligi narxi 50 ming, Androidligi bo'lsa narxi 25 ming. Telegram kanalimdan bemalol o'tib qildirib olsanglar bo'ladi. Oxirgi telefonimiz rostdan ham legendarni deb bemalol qo'rqmasdan ayta oladigan va shaxsan o'zim ham uzoq vaqt davomida aynan ishlatgan iPhone XS Max. Xarakteristikamizni hamma biladi, lekin shunday bo'lsa ham bitta eslatib o'tishim kerak. Telefonimizning displeyi eng sifatli displeylardan bittasi hisoblanadigan o'sha OLED 605 dyum va maksimalni 60 Hz'ni podдержка qilib beradi. Protsessorimizga bo'lsa Ioniq Bionic chipi joylashtirilgan. Batareya sig'imimizga keladigan bo'lsak, 3174 mAh. Kameramiz bo'lsa 12 megapikselni tashkil qiladi. Ana endi kelinglar o'zimning fikrlarimni gapirib bersam. Birinchi navbatda protsessorimizdan boshlaymiz. Protsessorimiz bilasizlar, juda ham ancha yildan beri ishlab kelyapti va hozirgacha ham to'g'ri yaxshi holatlarni topsa bo'ladi, lekin juda ham hadovoy bo'lgani hisobiga ko'p telefonlarimiz ancha-muncha ishlatilgan, uringan va yaxshiroq holatini topishning iloji bor, lekin hozirgi kunda sal qiyinroq bo'ladi. Kundalik hayotda ishlatganinglarda-ku muammo yo'q. Protsessorimizning kuchi kundalik hayot uchun bemalol yetib beradi. Lekin o'yinlarda agarda protsessorimiz charchagan bo'lsa, ko'p holatlarda, даже oddiy publiklarda ham laglarni his qilasizlar. Minus taraflariga keladigan bo'lsak, kameramiz bilan batareyamizda ozgina muammolar bor. Birinchi muammoyimiz bu batareyamizda bo'ladi. To'g'ri, birinchi yangi holatida bo'lganda nuda zo'r yetib berardi batareyasi, lekin baribir hozir bu olasizlar va yo'mkisi pastroq bo'ladi va ana o'shanaqa holatda kuniga 3 martadan zaryadkaga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi muammoyimiz bu kameramizda bo'ladi. To'g'ri, agarda kameramizda yorug'lik ko'p joyda rasmga yoki videoga olsanglar, tiniq normalniy kачествоda chiqarib beradi. Lekin qorong'ulik yoki bo'lmasam yorug'lik kam bo'lgan paytda rasmga yoki video tasvirga tushirsanglar, shu tasvirlarni cheti qizarib qoladi. Lekin bitta narsani iltimos to'g'ri tushuninglar, bu telefonimiz ishlab chiqarilganiga yaqinda deyarli 8 yil bo'ladi va bu telefonimizdan ortiqcha hech qanaqa boshqa narsa kutishimiz kerak emas. Xo'p, maslahatlarim qanaqa? Sotib olishga arziydimi, yo'qmi? Birinchi navbatda bu baribir ham budjetingizga bog'liq. Agarda budjetingizga qo'shmoqchi bo'lsanglar yoki qo'sha oladigan bo'lsanglar, yangiroq modellarni olganinglar yaxshi. Lekin budjetinglar mana shu narsani talab qilayotgan bo'lsa, sotib olishga arziydi o'zini puliga. Maslahatim, agarda sotib olayotganinglarda birinchi navbatda telefonimizni o'zini holatiga qaranglar, hech qanaqa ortiqcha chaqa-chuqalari yoki udar yemagan bo'lsin va protsessorimizni yaxshi holatda, unaqa nagruska bilan ishlatilmagan holatini topib olsanglar, maza qilib normalniy kundalik hayot uchun va PUBG Mobile'da ham shu oddiy qanaqadir rang kachligi bemalol o'ynasanglar bo'ladi yoki Zavami Ultimate shunaqa matchlarni bemalol o'ynasanglar bo'ladi va TDMda ham yaxshi настройка va AMK qilsanglar, zalyoti просто бешеный bo'ladi. Zalyoti shaxsan o'zim juda ham ko'p ishlatganman. Yaxshi, aynan to'g'ri настройка va AMK qilsanglar. Shu AMKni ham Telegram kanalimdan bemalol sotib olsanglar bo'ladi. Narxi 50 ming. Bonuska optimizatsiya ham qo'shib beriladi. Birato'lasa keldi, PUBG Mobile'da qanaqa shu iPhone XS Max'da o'ynaganimni ko'rsatib bersam. Shu bilan o'rtoqlar, bugungi videomiz ham oxiriga yetib keldik. Agarda videom sizlarga yoqqan bo'lsa, men o'zimning maqsadimga erishdim. Har doimgidek o'zinglarni ehtiyot qilinglar, joninglar sog' bo'lsin. Hech qachon harakatdan to'xtamanglar va Xudo xohlasa, keyingi videolarimizda ham shunaqa obzorlar qilib gaplashib o'tirish nasib qilsin. Hammaga rahmat.